Tabriklaymiz oyisi. Yana bir marta ona bo'lganingiz bilan. Bu 6-bolamiz. Bitta akamiz maktabda, shunaqami? Va shunaqa. 3ta qizimiz, 2ta o'g'limiz bor. Hozir endi 6-bolajonimiz, xudo xolasa, qani opalari juda qiziqib ketyapti, kimligini bilishga. Ko'ramiz qani ketdik. Yuraklarini tegida oyisi kimni ko'tarib turibdi. Qani, opalar yordam beradi hammasi. Birgalikda. Kim kutyapsizlar o'zi, qizmi, o'g'ilmi? Aha, yo kim deb o'ylayapsizlar, ha? Baribir o'ylayapsiz, o'g'il deb o'ylayapsizlar. Aha. Ukasi ham kichkina o'g'il ham o'g'il deb o'ylayotgan ekan. Advotda o'ziga sherik keladi deb. Bular meni nevaralarim, men o'zim ko'rganman bularni bolachalarini. Qizcha chiqdi. Xayrlisini bersin. Qizlarimiz safi yana bittaga ko'paydi. Sog' bo'linglar, mana shunaqa jannatda bo'lib yuraveringlar. Eson-omon bag'ringizga bosib oling. Sizlarni ko'rganimizda, mana shu bolachalarni ko'rganman.